Jizzax viloyat ma'muriy sudi binosida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi Jizzax viloyat bo'limi ekspertlari ishtirokida sudyalar uchun amaliy seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Seminarni viloyat ma'muriy sudi raisi olib bordi. U o'z so'zida sud ekspertiza jarayonida sudyalar va ekspertlar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini alohida ta'kidlab, bunday amaliy tadbirlar orqali nazariy bilimlar bilan amaliyotni uyg'unlashtirish, sudlov tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini qayd etdi. Amaliy faoliyatda uchraydigan eng muhim muammolardan biri ekspertiza tayinlashda sudyalar tomonidan savollarning aniq va maqsadga muvofiq shakllantirilmasligidir. Bu holatlar ekspertiza xulosalarida xatolarga, sud jarayoni muddatlarining uzayishiga va ba'zida qayta ekspertiza tayinlashiga sabab bo'ladi. Shu sababli savollarni to'g'ri va aniq shaklda belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Seminarda ekspertlar tomonidan slaydlar orqali sud ekspertizasining turlari, ularning mazmun mohiyati, huquqiy jihatlari hamda ekspertizani o'tkazish muddatlari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Sudyalar va ekspertlar o'rtasidagi ochiq va samarali muloqotda amaliyotdagi tushunmovchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo'llari keng muhokama qilindi. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining Jizzax viloyati bo'limi xodimlari ishtirokida seminar tashkil qilindi. Seminarning asosiy maqsadi sud ekspertizaning imkoniyatlari, sudlar tomonidan ekspertizaga taqdim qilinadigan obyektlar hamda uning saqlash, yuborish hamda elektron baza orqali ajrimlar tayinlab xulosalar olish masalasi bo'ldi. Bu bo'yicha ekspertlar sud avtotexnika ekspertizasi, sud qurilish ekspertizasi, sud iqtisodiy va sud tovarshunoslik hamda sud xatshunoslik ekspertlar qatnashib, ekspertizaning imkoniyatlari, qo'yiladigan savollar va hal etiladigan masalalarni sudlarga keng tushunchalar berildi hamda o'sha bo'yicha hamkorliklar o'rnatilishi bo'yicha seminar tashkil qilindi. Jizzax viloyat ma'muriy sudi binosida O'zbekiston Respublikasi Xadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertizasi markazi Jizzax viloyat bo'limi ekspertlari ishtirokida seminar bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida ma'muriy ishlar yuzasidan ekspertiza tayinlashning o'ziga xos xususiyatlari, amaldagi tartib tamoyillar, ekspertiza sohasidagi yangiliklar va ushbu sohadagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Albatta, ushbu seminar sud ishlarida xolislik va professionallikni ta'minlash, sudlar va ekspert o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, eng asosiysi adolatli qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Ta'kidlash joizki, bu kabi amaliy seminarlar nafaqat sudya va ekspertlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, balki sud-huquq tizimida shaffoflikni ta'minlash, adolat va xolislik tamoyillarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.